Hurmatli hamshaharlar va poytaxtimiz mehmonlari, joriy yilning 14-17 noyabr kunlari Toshkent shahrida bir qator yirik xalqaro tadbirlar o'tkazilishi belgilangan. Mazkur tadbirlar yaxshi qo'shnichilik va sherikchilikka asoslangan munosabatlarni mustahkamlash va amaliy hamkorlikni kuchaytirish yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kabi xalqaro tadbirlar aynan bizning mamlakatimizda o'tkazilishi yurtimizdagi barqarorlik, tinchlik va osudalikka bo'lgan ishonchni yorqin namoyon etmoqda. Tadbirni yuqori saviyada o'tkazish maqsadida Toshkent shahrining ayrim ko'chalarida vaqti bilan transport vositalarining harakati qisman cheklanib, ular uchun aylanma harakat tashkil etiladi. Jumladan 15-noyabr kuni soat 14:00 dan 19:00 gacha Abdulla Qodiriy Ganga ko'prigi kesishmasidan Abdulla Qodiriy Qorasaroy Zarqaynar ko'chalari chorrahasigacha yopilib, haydovchilar Sebzor va Nurafshon ko'chalari bo'ylab harakatlanishlari mumkin. Shu kuni soat 9:00 dan 19:00 gacha Abdulla Qodiriy Qorasaroy ko'chalari chorrahasidan Qorasaroy ko'chasi bo'ylab, Nurafshon Qorasaroy ko'chalari chorrahasigacha yopilib, haydovchilar Qorasaroy ko'chasidan Kichik Halqa yo'ligacha hamda Nurafshon ko'chasidan Sebzor ko'chasi bo'ylab harakatlanishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, 16-noyabr kuni soat 10:00 dan 15:00 gacha Islom Karimov Botir Zokirov ko'chalari chorrahasidan Islom Karimov ko'chasi bo'ylab, Islom Karimov Furqat ko'chalari chorrahasigacha vaqti bilan qisman yopiladi. Haydovchilar Botir Zokirov, Alisher Navoiy ko'chalari hamda Olmazor Beshyog'och ko'chalari orqali Furqat ko'chasiga o'tishlari mumkin. Soat 9:00 dan 15:00 gacha Islom Karimov Furqat chorrahasidan Furqat ko'chasi ikkinchi darajali yo'l bo'ylab Xadra maydonigacha yopilib, haydovchilar Alisher Navoiy va Islom Karimov ko'chalari bo'ylab harakatlanishlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birga mazkur tadbirlar munosabati bilan joriy yilning 14-17 noyabr kunlari hududlardan kelayotgan yuk tashuvchi transport vositalarining Toshkent shahriga kirishi cheklanadi. Shahar markazida esa yuk tashuvchi transport vositalarining harakatlanishi to'liq to'xtatiladi. Hurmatli yurtdoshlar, xalqaro tadbirlar doirasida belgilanadigan vaqtinchalik cheklovlar sababli vodiydan vohaga hamda vohadan vodiyga harakatlanish D012 avtomagistral yo'li orqali amalga oshirilishini ma'lum qilamiz. Sizlardan yuzaga keladigan vaqtinchalik noqulayliklar uchun uzr so'raymiz.